بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تعالى hamdlar bo'lsin. Yana Ramazoniy muborak kechalarda to'planib ilm majlisida, o'zining dargohida, ibodat majlisida to'planib turibmiz. Alloh qabul qilsin. Azizlar, mana Ramazonning yarmi ham o'tib ketdi. Endi sekin astalik bilan Ramazonni yakuniga qarab boraveramiz. Ramazon tugarkan o'zimizni yana ko'proq sarhisob qilishimiz kerak. Shu davrgacha ya'ni mana shu kechalargacha ibodat qilganlar nima topdi-yu, ibodat qilmaganlar nimalar yo'qotdi. O'zini zikr bilan, Allohning zikri bilan, ilm bilan, ibodat bilan, Qur'on o'qishlik bilan, ilm o'qishlik bilan mashg'ul qilganlar nimalarga erishdi-yu, seriallar ko'rib yoki futbol o'yinlarini ko'rib yoki o'zini boshqa bir futbolgami, boshqa narsalargami, lahu, keraksiz narsalarga band qilganlar nima topdi? Ya'ni o'sha narsalardan, behuda narsalardan, bekorchi narsalardan, televizordan, internetdan uzoqlashgan, har doim ko'rib yurgan o'sha seriallarni ko'rmasdan, endi Ramazon keldi, ibodat qilay, Alloh taologa muqarrab bo'lay, bu muborak oy ekan, boshqa oylardan farqli ekan buni savoblari deb ibodatga harakat qilgan, ko'proq vaqtini ibodatga bergan kishilar bilan o'sha oldindan shu serial ko'rib yurgan, bular bo'lmas har xil ko'rsatuvlarni, har xil roliklarni ko'rib yurgan, vaqtini internetga, telefonga bag'ishlagan odamni solishtirib ko'ring. Ya'ni bu odam, mana ibodatga bel bog'lagan odam, ko'proq vaqtini ibodatga bergan odam, bu serial ko'rgan odamdan ko'ra madaniyatsiz bo'lib qoldimi? Ilmi kamayib ketdimi? Dunyo haqida tushunchasi, dunyo qarashi pasaydimi, toraydimi? Yo'q, aksincha, u ham hech narsa topgani yo'q. O'zini shu televizorga, internetga, telefonga bag'ishlagan odam ham hech narsa topgani yo'q. Shu o'tgan oyda qanday bo'lgan bo'lsa, undan oldingi oyda qanday bo'lgan bo'lsa, ahvoli o'shanday. Hech narsaga erishmayapti. Faqatgina ma'lumoti, ya'ni behuda, keraksiz ma'lumotlari ko'payyapti. Dunyoga muhabbati ziyoda bo'lyapti, xolos. Bu odam hech narsa yo'qotgani yo'q, balki unga nisbatan ko'plab, ya'ni tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada ko'plab savoblarga ega bo'lyapti. Zaxira qilyapti oxirati uchun. Shuning uchun qolgan qismini, Ramazonning qolgan kunlarini, qolgan tunlarini g'animat bilib ibodatga, ilmga bel bog'laylik. Azizlar, Ramazon oyi sabr oyi dedik. 2 suhbatdan beri sabr haqida gapiryapmiz. Bugungi suhbatda inshaalloh xos sabr, ya'ni ilm talabidagi sabr haqida gapiramiz. Ilm talab qilishlik uchun, xossatan ilm talab qilishlik uchun insonda bir muhim sabr bo'lishi kerak. Sabrni ta'rifi haqida gapirdik o'tgan suhbatlarda. Inson o'zini haqda sobit ushlab turishligi, nafsini Allohning hukmiga muvofiq ushlab turishligi sabr dedik. Ilm uchun insonga xos sabr kerak. Ilm ibodat, dinimizda ibodat darajasiga ko'tarilgan. Ya'ni kimiki ilm o'qisa, ibodat qilayotgan bo'ladi, agarda niyati xolis bo'lsa. Ibodat qilayotgan bo'ladi. Dinimizda payg'ambar alayhissalom aytganlarki, olimning o'sha kitob yozayotgan yoki ilm o'qiyotganda tolibi ilmning yozayotgan, olgan ilmini, o'qigan ilmini yozayotgan siyohi rangi, qalamning rangi shahidning qoni bilan tenglashtirganlar. Alloh yo'lida jang qilib shahid bo'lgan insonning qoni bilan teng. Shu qadar
Ilm muborak narsa, muqaddas narsa. Islom dinichalik ilmni darajasini ko'targan din, biror bir qonun, qoida yo'q dunyoda. Shuning uchun ilm o'ta muqaddas narsa. Ilm insonni Alloh taologa olib boruvchi narsa. Allohni tanituvchi yagona yo'l ilm yo'lidir. Shuning uchun Alloh taolo aytdiki: "Innama yaxshalloha min ibadihil ulama." Alloh taolodan qo'rqadigan zotlar olimlargina xolos dedi. Allohni haqiqiy ma'noda tanib, Allohdan qo'rqadigan zotlar, insonlar, ular olimlar. Alloh taoloni nima joiz Allohga, nima mumkin emas, nima vojib, bu narsalarni biladigan zotlar olimlar bo'ladi. Allohni shariati naqadar buyuk ekanligini biladigan insonlar olimlar bo'ladi. Payg'ambarning qadri naqadar buyuk ekanligini biladiganlar olimlar bo'ladi. Va hokazo shariat ilmini biladiganlar olimlar. Shuning uchun ilm bizning dinimizda muqaddas sanalgan narsa. Ilmga erishishlik uchun bu buyuk maqom, ilm maqom. Bu maqomga, bu buyuk darajaga erishishlik uchun katta sabr kerak insonda. Oddiy sabr emas, juda katta sabr kerak. Ilmga sabr qilishni bizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar, sahobalar o'rgatishgan, tobiinlar, taba tobiinlar va hokazo Alloh yo'lida o'zini umrini bag'ishlab olgan olimlar o'rgatgan bizga buni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'lar ekan, vahiyning boshida Jabroil alayhissalom bir oyatni aytsalar, payg'ambar alayhissalom pichirlab o'sha oyatni takror qilardilar, ilmni takror qiladilar, unutmaslik uchun. Iqro bismi robbikallazi xalaq, iqro bismi robbikallazi xalaq. Ana shunday qilib, ya'ni pichirlab og'izlarini qimirlatib, lablarini, tillarini qimirlatib takror qilardilar. Nimaga? Shu ilmni mahkam saqlab qolishlik uchun, qalblariga yodlab olishlik uchun va keyingilarga yetkazishlik maqsadida. Shunda Alloh taolo oyat nozil qildi: "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'anahu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu, thumma inna alayna bayanahu." Tilingizni qimirlatmang biz vahiy nozil qilayotganda dedi. Xotirjam bo'ling, unutmaysiz, biz sizni qalbingizga joy qilib qo'yamiz dedi. Shundan keyin payg'ambar alayhissalom takror qilishdan, Jabroil alayhissalom tushirganda, nozil qilganda oyatlarni takror qilishdan to'xtadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilmga chorlardilar. Ilm o'rganishga chorlardilar. Ilmning fazlini, buyuk ekanligini aytardilar. Lekin bunga sabr kerak. Sahobalar sabrni ko'rsatib berdilar ilm olishlikda. Payg'ambarimiz alayhissalomning atroflaridan ayrilmadilar. Sahobalarning oilalari bor edi, farzandlari bor edi. Umar roziyallohu anhu aytadilarki, men deydilar, qo'shnim bilan, ansoriylardan bir qo'shnim bor edi, o'sha bilan navbatlashardik Rasulullohning oldilariga kelishga deydilar. Bu bor, Sahih Buxoriyda bor bu hadislar. Navbatlashardik. Oilani boqish kerak, bozorga chiqish kerak, savdo qilish kerak, yerga borish kerak, ishlov berish kerak, boshqa qilish, dehqonchilik qilish kerak. Farzandlar bor, oila bor. Lekin payg'ambarimiz alayhissalomning suhbatlaridan qolib ketmaslik kerak. Nima qilish kerak? Aytardilarki, qo'shnim bilan kelishib olgandik deydilar. Bir kun men oilam uchun, oilamni boqish uchun savdoga, boshqa narsalarga chiqaman, dunyo uchun chiqaman. Qo'shnim Rasulullohning oldilariga borib kuni bo'yi o'tiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deydilar? Qanday amal qiladilar? O'sha kun qaysi oyat nozil bo'ladi yoki nima deb bir ko'rsatma beradilar, hadis aytadilar. Hammasini yodlaydi. Kechasi kelgandan keyin qo'shnining uyiga chiqadilar eshikni taqillatib. Nima bo'ldi bugun deganda, bugun kuni bo'yi ertalabdan kechgacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan voqealarni hammasini Umar roziyallohu anhu ga aytib beradi. Ertasi kun qo'shni o'zini hayoti uchun, tirikchilik uchun chiqib ketadi. Umar roziyallohu anhu boradilar va kechasi kelib qo'shniga aytib beradilar. Mana shunday navbat qilishgan ilm uchun. Ilm uchun. Hozirgi kundagida emas, ilmni olinglar, o'qinglar deb iltimos qilinadi, aytiladi, majbur qilinadi, shunda ham qochib yuradi talabalar. Talab ilmlar hamma sohada shunday. To'g'ri ilm olishlik degan narsa yo'q hozir. Kamayib ketgan.
Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, yosh bo'lganlar, payg'ambar alayhissalom vafot qilganlarida yosh bo'lganlar. Ibn Abbos aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlaridan keyin bir ansoriy do'stim bor edi, tengdoshim bor edi. Aytdimki, deydilar, sahobalar, katta sahobalar bor. Yurd, sahobalarning oldiga borib Rasulullohning ilmlarini olamiz. Rasululloh endi o'tdilar, Rasulullohdan olgancha oldik, lekin kichik edik, bebahra bo'ldik. Katta sahobalar bor, Abu Bakr bor, Umar bor, Ali bor, Usmon roziyallohu anhum, hammalari katta sahobalar, ashara mubashsharina bil jannah. Jannat bashorat berilgan odamlar bor. Shulardan ilm olamiz, yur desam, u sherigim aytdiki, deydilar, do'stim, sen nima deb o'ylayapsan? Sen ilm olganing bilan seni ilmingga muhtoj bo'ladimi odamlar? Katta sahobalar bor axir. Senga hech kimning ehtiyoji tushmaydi baribir. Qo'yaver dedilar, sen tirikchiligingni qil, boyishni o'ylagin, dunyoga qara. Oila qurasan, boshqa qilasan, kelajagingni o'yla dedi. Uni shu gapi uchun tashladim deydilar, do'stimdan voz kechdim, surib qo'ydim u deydilar, ilm yo'liga ketdim. U sahobiyga borardim, unisiga borardim, ilm o'rganardim. Hatto bunday borsam, eshikka borsam deydilar, ba'zi sahobalarning eshigiga borsam, xodimlari eshikning oldida turgan odam aytardiki, u kishi dam olyaptilar derdi. Eshikni tagida o'tirardim deydilar. O'tirardim, uyqum kelardi deydilar, o'zimni o'sha kiyimimni yoyib, eshikni ostonani tagida uxlardim. Chang bo'lardi, shamol bo'lardi, chang bosib ketardi hamma joyim deydilar. To o'zlari chiqib, eshikdan chiqib, meni ko'rmagunlaricha eshiklarni taqillatmasdim, lekin kutib o'tirardim. Sahobiy chiqib, siz Rasulullohning amakilarini o'g'li nima qilyapsiz bizda eshikning tagida? Hazrat, ilm olishga keldim, sizdan o'rganishga keldim. Rasululloh bilan siz ko'p yurgansiz. Aytsangiz o'zim borardim deganda, yo'q, ilmga kelinadi. Ilmni ketidan yuriladi. Ilm izlanadi, olimning yoniga boriladi. Ilm uchun xor bo'linadi. Ilm uchun odam o'zini izzat nafsini toptaydi. Izzat nafsi bo'lmaydi odamda. Ilm oladigan kishida men unday edim, men faloncha edim, falonchalardan edim, meni otam bunday bo'lgan, meni bobom bunday bo'lgan. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Abbos u oddiy odam emas. Ahli bayt, payg'ambar alayhissalomni oilalaridan, ular haqida Qur'on nozil bo'lgan odamlardan. Ubay ibn Ka'b otga minsalar, otni uzangisidan ushlab tortib yurardi Abdulloh ibn Abbos. Ey Rasulullohni jiyanlari, amakilarini o'g'li, unday qilmang siz. Biz hijolat bo'lamiz, bunday qilmang deganda, hakaza umirna an naf'ala bi ulamaina, olimlarimizga shunday muomala qilishga buyurilganmiz dedilar. Ubay ibn Ka'b tushib qo'llaridan o'pardi, biz ahli baytga mana bunday muomala qilishga buyurilganmiz deb. Mana shunday sabr bilan erishishgan. Mana shunday sabr qilishgan. U oson emas, birovni eshigini tagiga, ostonasini tagiga borib yotib qolishlik, o'sha joyda tunab qolishlik, uni kutib o'tirishlik. Hozir tasavvur qilib bo'lmaydi bu narsani. Hozir tolibi ilm birorta ustozni eshigini tagiga borib bir masala so'rashlik uchun turadimi? Bitta telefon qiladi yoki gudok tashlaydi, qaytib chiqish kerak. Yoki telefon qilsa ko'tarmasa, men bu masalani so'ramoqchi edim, ko'tarmadi o'zi deydi. Xuddiki unga kerak-da. Unga kerak. Ortidan yuradi, qiynaladi. Mana shunday sabr, ilm sabr bilan erishiladi. Ilm yo'li sabr yo'li. Imom Shofiiy rahimahulloh aytadilar. Imom Shofiiy ummatning olimi, mujtahidi, buyuk bir mazhabning asoschisi Imom Shofiiy rahimahulloh aytadilarki, hafiztul Qur'ana va ana ibnu 7 sinin. 7 yoshimda Qur'onni yodladim deydilar. Va hafiztul muvatta'a va ana ibnu 10 sinin. 10 yoshimda Imom Malikning Muvatto hadis kitoblarini yodlab chiqqanman deydilar. 10 yoshda. Biz 40 dan oshib ketdik masalan. Haligacha hech narsa bilmaymiz. Hammamiz 10 yoshdan kattamizda, mana bu yerda bitta ikkita bolachalar yurgan hisobga olmasa. Hamma 10 yoshdan katta. Nimaga erishdik? 20 yoshda nimaga erishdik? 30 yoshda nimaga erishdik? 40 da 50 da nimaga erishdik?
nima kun tinmasdan, ya'ni doimiy ravishda, davomiy ravishda ilm olishga davomli bo'lishimiz kerak. Sabr kerak bunga. Sabr kerak. Imom Abu Hanifa rahimahulloh, biz bilamiz, Abu Hanifa Hammod ibn Abi Sulaymonni oldiga kelishlaridan oldin ham olim bo'lganlar o'zi. Imom Abu Hanifa Hammod ibn Abi Sulaymonni oldiga kelib, fiqh majlisida u kishiga shogird bo'lib o'tirishdan oldin ham Basraga bir necha marta borganlar, boshqa shaharlarga bir necha marta aqida ilmini juda katta mutaxassisi bo'lganlar, olimi bo'lganlar. Bir necha marta borib o'sha adashgan oqimlar, toifalarga qarshi munozaralar o'tkazib, hammasini yengib yurgan odam bo'lganlar. Mashhur odam bo'lgan Abu Hanifa. Shunga qaramasdan, o'zlari olim bo'lishiga qaramasdan, Hammod ibn Abi Sulaymonni qo'llarida Ibrohim an-Naxayni shogirdlari bu Hammod ibn Abi Sulaymon. 17 yil o'tirib dars qiladilar yana. 17 yil sabr qilib o'tiradilar. Ilm uchun sabr kerak. Katta sabr kerak, buyuk sabr kerak. 17 yil o'tirib sabr qilib o'qiydilar va 17 yildan keyin Hammod ibn Abi Sulaymon vafotlaridan keyin u kishini o'rnlariga o'tirib fatvoga o'tiradilar. Keyin shogirdlarini tarbiyalab chiqaradilar. Shuning uchun bu hozirgacha butun dunyoda eng ko'p musulmonlar Abu Hanifa rahimahullohning mazhablarida. Mana shunday buyuk mazhab asoschisi, buyuk ilm sohibi bo'lgan, buyuk ibodat sohibi, bu eng katta, eng buyuk bir sabr sohibi bo'lgan ular. Shu bilan sabr bilan ilmga sabr qilishlik bilan erishishgan. Sufyon as-Savri aytadilar, ilm olmoqchi bo'lgan paytlarimda, yoshligimda pulim yo'q edi, imkoniyatim yo'q edi deydilar. Ilm olishlikka. Ba'zilar aytdiki, undan ko'ra tirikchilik qilgan, pul topgan. Bizda juda ko'p bo'ladigan narsa-da bu. Shunda onam aytdilar deydilar. Onam, o'qiysanmi bolam? Ha, o'qiyman, ilm olaman. Ilm olasanmi? Ilm olsang men seni tirikchiligingni men kafolatlayman o'zim. O'zim senga qarayman. Bimig'zali deydi. To'qiydigan bitta nimalari bo'ladi, asbob. To'qiydigan jihoz, shu narsa to'qib sotadigan. Meni o'zim deydilar, senga pul yetkazib berib turaman, o'zim ishlayman, sen o'qi. O'zim ishlayman. Sufyon as-Savriyga aylanadi bu odam. Katta buyuk muhaddis, buyuk olim Sufyon as-Savri. Haligacha mana 1000 yildan ko'p bo'lgan bo'lsa, Sufyon as-Savri deb rahimahulloh radhiyallohu anhu deb eslanadi. Lekin sabr bilan, ikki tomondan ham sabr qilishlik bilan erishiladi bu narsaga. Ba'zilarni eshitib qolamiz talab ilmlar ichida. Juda ko'p shu meni ham qiynaydigan narsalardan biri. Keladi, domla deydi, ustoz deydi. Mana otam aytdilarki, seni yoshingda men o'zim pul topganman. Endi sen ham o'zingni aravangni o'zing tort deb aytdilar. Ha nimaga otang kasallarmi? Yo'q. Endi bu pul topishga, tirikchilik qilishga, dunyoda bir yashab ketishga o'rgatish uchun. Bu talaba bu. Bu talaba o'qish kerak. Bu hozir pul topishga chiqib ketsa agar o'qimaydi. Ko'pchilikda shunaqa narsa bo'ladi. Ozgina sabr qil. Qotgan non yesang ham o'qi. Qotgan non yeb bo'lsa ham, suv bilan non yesa ham o'qi. Hozir hech kim suv bilan non yeyotgani yo'q o'zi asli. Puli yo'q bo'lsa qarz olib birovdan. Qarz olib borib restoranda ovqatlanadi hozirgilar. Qarzni to'lashni o'ylamaydi, o'lib ketsam-chi demaydi. Lekin hech kim oldingiday masalan qotgan non yeyotgani yo'q hozir. Shunga qaramasdan men pul topishim kerak. Nima uchun desa, kelajakda uylanasan dedilar, bola chaqali bo'lsang qanday boqasan dedilar. Azizlar, shu paytgacha, mana shu yoshgacha yegan ovqatlarimizni pulini hisoblasak, birortamiz mana shuncha pul topganman, o'shaning uchun shuncha ovqat yedim, shuncha suv ichdim, shuncha narsa yedim deb ayta olmaymiz. Yeb ichgan narsalarimiz birortasini o'zimiz pulini topganimiz yo'q. Ota-onalarimiz ham. Alloh taoloning fazli. Shu madrasaga kelgandan hozirgacha bo'lgan davrni nimasini hisoblang. Yeb ichgan narsalarimizni taxminan hisoblang. Qanchasi o'zimizning pulimizga kelgan. Alloh beryapti, kelyapti. Hammada ham, faqat madrasa talabasida emas, hammada ham jamiyatda.
Alloh taolo rizqni beradi. Alloh taolo talab qilgan ishni qilishimiz kerak. Bizdan talab qilingani ilm olishlik, to'g'ri ilm olishlik bizdan talab qilingan. Agar ilm olmasak, na dunyomiz obod bo'ladi, na oxiratimiz obod bo'ladi. Qur'onni yaxshi o'rgana olmaymiz axir. Qur'onni yodlaymiz, lekin ilmini o'rganmasak, Qur'onni tushunmasak agar jamiyatda nima? Qur'onning ruhiyati bo'lmaydi-ku jamiyatda. Faqat o'qib, oxirida duo qilib ketilaveradi. Qur'onning ruhiyatini kim jamiyatga olib kiradi? Olimlar olib kiradi. Sunnatning ruhiyatini, sunnatning ta'sirini jamiyatga kim olib kiradi? Sunnatni bilganlar, Qur'onni bilganlar, shariatni yaxshi o'rganganlar. U uchun olim bo'lish kerak, sabr qilish kerak. Birorta olim yo'qki, hozirgi davrimizda ham biror bir olim yo'qki, o'sha ilm talabining boshida qiynalmagan bo'lsa. Hammasi qiynalgan, hammasi yo'qchilikda katta bo'lgan. Imom Shofiy aytadilar, yozishga deydilar, varaq topolmasdim, pulim yo'q edi deydilar yozishga, varaq olishga. Nimaga yozishga? O'sha paytlar o'zini eski, o'ziga xos varaqlari bo'lgan, lekin o'sha ham yo'q edi deydilar. Unda qidirib yurardim ko'chalarda, yapaloqroq suyak topsam xursand bo'lardim deydilar. Suyak. Molni suyagimi, tuyani suyagimi? O'shani topsam xursand bo'lardim deydilar. Olib uni yaxshilab tozalab o'shanga yozardim. Suyaklardan deydilar xaltalar to'lib ketardi uyimda. Suyakni bu tomoniga ham yozgan, bu tomoniga ham yozganlar, ilm yozganlar. Yozishga narsa bo'lmagan. U endi Imom Shofiylar eski odamlar, oldingi odamlar. Yaqinda o'tgan Muhammadul G'azzoliylar, Imom Sha'roviylar, shu bularning ham rivoyatlari shunday. Bitta varaq topsak deydilar, bo'sh joyi qolmasdi. Hamma joyiga, chekkalarigacha hamma joyga yozardik. Nima uchun? Chunki boshqa varaq topish qiyin edi. Daftar sotib olishga pulimiz bo'lmasdi deydilar. Hech narsam yo'q. Imom Muhammadul G'azzoliyning gaplari bor. Hech narsam yo'q edi. Uylandim deydilar. Ayolimga mahrga onamni bir uzuklarni bergandim deydilar. O'shani keyin shunday vaqt bo'ldiki, o'shani sotishga majbur bo'ldik deydilar. Sotib, o'shanga kitob olib, daftar olib o'qidik. Ayolim deydilar, shunga rozi bo'ldi. Lekin shunday davr keldiki, bu islom ummatining olimlaridan bo'lgan u kishi. Shunday davr keldiki, ayolimga nima tillo desa olib berdim keyin deydilar. O'sha sababli. Alloh taolo boshida sinaydi. Tolibi ilm boshida qiynaladi. U sabr qilsa, sabr degan katta bir davon bor. Ilm yo'lida katta bir sabr davoni bor. O'shandan oshib o'tsa, u yo'q rohat bo'lib ketadi inshaalloh. Halil ibn Ibrohim, Halil ibn Ahmad al-Farahidi, Aqlul Arab degan nom chiqargan u kishi. Arablarning eng aqlli odami. Shu aytadilarki, ilmga shunchalik muhabbati ziyoda bo'lganda, olimlar ilmga muhabbati eng ziyoda bo'lgan odamlar, eng ko'p yaxshi ko'radigan narsasi olimni ilm bo'ladi. Olimni, ahli ilmni eng ko'p yaxshi ko'radigan narsasi ilm bo'ladi. Boshqalar uni tushunmaydi uni. Boshqalar uni jinni deydi, boshqa deydi. Unday ilmga muhabbat qo'ygan odam boshqacha bo'ladi. Ko'pchilik uni tushunmaydi, o'zini ko'rsatyapti deydi, boshqa qilyapti deydi. Annasu a'da'u ma jahilu, odamlar bilmagan narsasiga dushmanchilik qiladi. Farohidiyning gaplarini eshitsangiz hozir, siz ham ya bunday bo'lmasa kerak deysiz. Aytadilarki, eng og'ir vaqt men uchun deydilar. Eng yomon ko'rgan og'ir vaqtim ovqat yeyishga ajratgan vaqtim deydilar. Chunki ovqat yeb turganda ilm bilan shug'ullana olmayman deydi. Eng og'ir vaqt ovqatga ajratgan vaqtim. Tasavvur qiling. Eng qiyin vaqtim deydilar. Usmon al-Baqillaviy doim Allohni zikr qilar ekanlar. Aytadilarki, iftor vaqti, ya'ni o'zi bir kunda bir marta ovqat yegan, o'sha payt ham zikr qila olmaganim uchun ruhim deydilar chiqib ketganday bo'ladi. Ya'ni siqilib ketaman, zerikaman deydilar. Shu ovqat yeb turgan paytda zikr qila olmaganim uchun, ilm o'qiy olmaganim uchun. Sabrning oqibatida, sabrning sharofatidan, ilm yo'lida sabr qilishning sharofati shu darajaga erishishadi-da.
Ubayd ibn Yaish degan olim bo'lgan, muhaddis olimlardan. Shu aytadilarki, 30 yildan beri deydi, 30 yildan beri men kechki payt qo'lim bilan ovqatlanganim yo'q deydi. Chunki qo'lim bo'shagani yo'q yozishdan deydi. Ilm yozardim, hadis yozardim, fiqhni yozardim, yozib turaman. Singlim bor edi, 1-2 luqma yedirib ketadi og'zimga deydi. Kelib og'zimga o'sha 1-2 luqma ovqatni yediradi. Men chaynab yozaveraman ya'ni. Yozaveraman deydi. Chunki olib bunday ruchkani qo'yib, o'sha qalamni qo'yib, ovqatni olib yeyishga vaqt yo'q. Mana shu darajada ilmga sho'ng'ib ketishgan azizlar. Shu darajada ilmga sho'ng'ishgan. Ilm yo'li mana shunday muqaddas yo'l. Bir uning muhabbatiga inson tushib qolgandan keyin, bir yaxshi ko'rib qolgandan keyin ilmni boshqa muhabbatlar hech narsa bo'lib qoladi. Alloh yo'lida ilm olish haqida gapiryapmiz-da. Alloh yo'lida, Allohning roziligi uchun, Allohning shariatini o'rganish. Bu uchun ilmga sabr qilish kerak. Sabrni shakllantirishimiz kerak o'zimizga. Va albatta har doim ta'kidlaganimizdek, to'g'ri ustozlardan to'g'ri tartibda ilm olish kerak. Musa alayhissalom, payg'ambar Musa, nabiyulloh majlis qilib odamlarga bir xutba qilib o'tirganlarida, chiroyli, go'zal xutba qildilar, chiroyli ilmni gapirib turganlarida bir kishi turib aytdiki, ey nabiyulloh dedi, ey Allohning elchisi, ey Allohning payg'ambari, sizdan ham kuchliroq, olimroq odam bormi dunyoda dedi. Yo'q dedilar. Alloh taolo vahiy nozil qildi o'sha zahoti. Ey Musa dedi, sendan ilmliroq bor dedi. Musa alayhissalom nima dedilar? Ey Alloh, qanday uchrashsam bo'ladi dedilar. Qayerdan topsam bo'ladi? Men payg'ambarman yo boshqaman, mayli bo'lsa bo'laversin ham demadi. Qanday uchrashib undan ilm olsam bo'ladi dedi. Shunda Alloh taolo to'g'ridan to'g'ri falon joyga borasan, o'shani ko'rasan yo o'zi yoningga keladi demadi. Belgilarni belgilab berdi. Ilm yo'lida sabr qilish va qiyinchilik chekishni Alloh taolo Musa alayhissalom suratida ko'rsatdi bizga. Aytdiki, xaltangga dedi, bitta baliq olasan dedi. Baliqni olib borasan dedi, shu ketaverasan falon yo'ldan, qayerda baliq yo'qolib qoladi, o'sha joydan topasan uni dedi. Bu katta bir topishmoq edi-da. Musa alayhissalom ketdilar, bordilar, baliq bir joyda yo'qoldi. Musa alayhissalom uni sezmay qoldilar, xodimlari sezdi va hokazo o'tib ketdilar. Keyin bir kuncha yana yo'l yurdilar, bir kundan keyin xodimlari aytdi, baliq yo'q dedi. Qayerda yo'qolgan? O'sha xarsang toshning tagida. Bir kunlik yo'l yana uzoqlashilgan. Qaytib keldilar yana, kelsalar Xizr alayhissalom turibdi. Xizr alayhissalomga aytdilarki, Alloh taolo aytdi, siz ilmli ekansiz, sizga ergashsam maylimi ustoz deyaptilar-da, sizga ergashsam maylimi? Xizr alayhissalomda qarab, yo'q, sen ergasha olmaysan menga, seni sabring yetmaydi dedi. Musa alayhissalom sabr qilaman inshaalloh dedilar. Mana shunday olimga munosabat, olimni shogirdiga munosabat, ilm yo'lida mashaqqat chekishlik, ilm yo'lida sabr qilishlik mana shu Qur'oniy qissalardan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan, sahobalarning siratlaridan, tarixlaridan olinadi. Azizlar, ilm bizni Alloh taologa olib boruvchi yo'l. Kim ilm olsa albatta najot topadi. Ilm olmagan kishi najot topolmaydi. Yo ilm oladigan bo'lishimiz kerak, olimlardan bo'lishimiz kerak, yo olimlarni yaxshi ko'rib, ularni etagini mahkam tutadiganlardan bo'lishimiz kerak. Ularni yaxshi ko'radiganlardan bo'lishimiz kerak, lekin ularga nafrat qiladigan, ularni oyog'idan chaladigan, ularni yomon ko'radigan, bulardan, bunaqa toifadan bo'lsak agar dunyoda ham najot topmaymiz, oxiratda ham najot topmaymiz. Alloh taolo barchamizni sabrlilardan qilsin, ilmni yaxshi ko'radigan, o'zini yo'lda yuradiganlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.